O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi hodisalardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Farg'onada 1-maydan ichimlik suvi va oqova suv xizmatlari oshiriladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Farg'ona viloyatida ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv xizmatlari uchun yangi narxlar tasdiqlanadi. Viloyat hokimligi matbuot xizmatining xabar berishicha, 24-aprel kuni xalq deputatlari viloyat kengashining tegishli qarorida qabul qildi. Unga ko'ra 1-maydan boshlab narxlar quyidagicha bo'ladi. 1 metr kub ichimlik suvi narxi aholi uchun 3448 so'm, amalda 2128 so'm. Budjet va boshqa tashkilotlar uchun 6944 so'm, amalda 3350 so'm. Bunda ushbu narxlar QQSni hisobga olgan holda keltirilgan. Hujjatda qayd etilishicha, yangi narxlarni belgilash, ishlab chiqarish va ish haqi xarajatlari o'sishi ham izohlandi. 1-apreldan Samarqandda ichimlik va oqova suv xizmatlari narxi oshirilgandi. Aholi uchun 1 metr kub ichimlik suvi narxi 2800 so'mni, yuridik tashkilotlar uchun esa 6700 so'mni tashkil etgan edi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.